Fazlo! Nima vahim o'rta? Do'stim, yaxshimisan? Aha. Ertaga hasharda 15 ta bolani aytib qo'ydim oshna. Ertaga vaqting bormi? Bor, nima qilish kerak? Tomga loy bosish kerak edi oshna. O'rta, sen hali eskilik sarqitida yursan. Endi 15-20 kishini chaqirib, belini og'ritib, loylon bosida bosish vaqti o'tdi. Nima maslahat berasan? Senga zo'r maslahat beraman. Yur baqa. Do'stim, bu nima? Senga aytgan penal o'lmozim bo'ladi. Loydan nima afzalliklari bor? Loydan afzalliklari qalinligi atiga 6 sm bo'ladi, lekin loyli o'lmoziga o'xshagan 40 sm effektini beraveradi. Eng qizig'i bu yengil bo'ladi, tomin havo oladi. Eng qizig'i hasharot kalamushlar kirmaydigandan bo'ladi. Suvda yonmaydi, o'tda cho'kmaydigandan bo'ladi. Eng qizig'i bularimiz atiga arzon narxlarda qilib berishyapti. Narxlar necha pul unda? Suv tekin narxda, ya'ni kopeyka narxda 1 kvadrat metrini 6 sm-likni 35 ming so'mdan boshlab 10 sm-lik bor, atiga 55 ming so'mdan qilib berishyapti. Menda nimalar ketadi? Sandan talab qilinadigan narsa to'ki bilan suvini bersang bo'ldi. Bu narxlarda ichida vodiy bo'lib, dastlabki ustanovka usta haqi hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Bularni qayerdan topsam bo'ladi? Bularni topish uchun pastda nomerlarni senga o'xshaganlar uchun qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqib, foydasidan oldim, sana ham bonuslarni qilib berishadi.